Tashqarida a'zolar bilan qilingan gunoh qalbni loy qiladi, balchiq qiladi, qoraytiradi, o'ldiradi. Kerak bo'lsa bitta usti-boshimizni kir qiladigan, masalan mana qabristonga borib qancha savobga ega bo'lamiz. Lekin tuflimiz kir bo'ladi, shimim kir bo'ladi, borib kurayda ushab ko'nmayapmiz-ku, burchakda turibsiz. Agar u savobni bilsak, tuflingiz $400, shimingiz $100 bo'lsin, borib botib yurib qilardik shuni. Agar o'sha yerda qabrda turpoqda olib ko'mishdi, savobi, ajri qaysi darajada ko'pligini bilganimizda, kurayda birovga bermasdan qilardik shu ishni. Bugunchi bugun. Ro'molchaning savoli ustida o'tiribmiz. Qara, bular turib ko'mayaptimi? So'zi ko'mayapti. Ta'sirlanmaydi ham. Biton bo'lib ketgan. Bu odam ko'mayapti u. Ustoz Taolo sani singari tirik edi u. Sani singari "Uverin, o'lmayman" deb yuradi u. Bugun o'ldi u. Siz bilan mana hozir o'lmaydigandek biz. Kim kafolat beradi Toshkentdan chiqib, mayda burilayotganimda 170 ta kelibdi mashina o'ttamdan bo'lib o'tib ketmaydi deb kim kafolat beradi? Hech kim kafolat beradi. Hech kim kafolat berolmaydi. Men hozir uyimga yetib boraman. O'lim al-maut yati bag'datan, o'lim bexos keladigan narsa. Hozir chetda kerak bo'lsa hammamiz qolib ketishimiz mumkin. Ha desa, yer qimirlagan ekan, o'sha to'yxonada ishim chiqmabdi deydi. Bu shu xolos. Bu sabab xolos. Telefonda zaryad tugasa o'chgandek, umr tugasa o'chamiz. Iloji yo'q. Deyishimizga qaramang. Roldami, yo'ldami, cho'milyaptimi? Ertaga Toshkentga ketyaptimi safarga, Dubayga ketyapti, farqi yo'q. Bileti bormi, olganmi? Ajal keldimi? Telefon desangiz ham o'chadi-yu. 2%, 1% ket shu bilan o'chadi. Shu singari umrda ham bu telefonimizni zaryadini foizi ekranda ko'rinib turibdi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bo'lib. Lekin umrimiz necha kun qolgan, necha yil qolgan, Xudo buni ko'rsatmaydigan qilib qo'ygan. Nimaga? Agar ko'rsatganda hozir siz bilan men ko'chaga chiqmasdim. 47 ga kirganda o'lasan desinda, 15 ga kirgan bola ko'chaga chiqmaydi, uylanmaydi, ishlamaydi, uyda o'tiraveradi. O'limimga 22 yil qolibdi deydi, 32 yil qolibdi deydi. 15 ga 32 ni qo'shsa 47 o'ladi. 16 ga kirgandan keyin 31 yil qoldi deydi. 17 ga kirsa 30 yil qoldi deydi. Qaqa ko'chaga chiqadi. Shuning uchun Xudo bizni yaxshi ko'rgani uchun qachon o'lishimizni aytmagan. Lekin tanganing ikki tarafi bo'lgandek, aytmagandan keyin bunda xavotirda ham yurish kerak edi. Hozir bo'lsa-chi deb Xudo saqlasin, agar o'lim siz bilan meni yomon ish qilayotganimiz ustida kelib qolsa-chi, qumorga karta chilayotganda, yo nardaga chakapar otayotganda, yo birov bilan so'kinishayotganda, yo telefonda uyatsiz narsa ko'rayotganda, yo aroqni qopqog'ini ochib maydalab quyayotganda kelib qolsa nima bo'ladi? Kim kafolat beradi menga o'sha payt o'lim kelmaydi deb? Uni o'rniga yaxshi narsani ustida, masalan, Xudodan so'raylik, Xudo o'zi yaxshi ko'radigan ishni ustida biz jonimiz olsin. Ishlash ibodat, mehnat ibodat, pul topish ibodat. Mehnat qilayotganimizda, to'g'rat qilayotganimizda, namoz o'qiyotganimizda, yo bir kasalni ko'rgani ketayotganimizda, yo amma holat tog'a amakini ko'rgani ketayotganimizda, mayli o'shanda jonimiz olsin, Xudo yaxshi ko'rgan ishni ustida o'lgan bo'lamiz. Tasavvur qiling, kurt o'ynayotib o'lib qolishdi, pirra o'ynayotib o'lib qolishdi, yo birov bilan urushyotib o'lib qolishdi. Mana nechta yoshlar eshitasizlar, ko'chada, talpada, siz o'lib qolibdi. O'sha xunuk o'lim bu. Bir-birini pichoqlab o'ldirib yuboryapti, talpada urib o'ldirib yuboryapti. Yomonni qo'lida qoladi. Men bugun yomonlar qo'lida o'lib ketmaysiz, o'zi yaxshi odam bo'ling.